Bugungi videomiz Angren shahridagi harbiy qismda ishlovchi aka-uka opa-singillarimiz uchun maxsus bo'ladi. Assalomu alaykum Angren ahli, Angrenda yashovchilar. Sizlar uchun Angren shahar 5-2 dahasidan shundoqqina mana bunaqa 4 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan 3 xonali kvartirani obzoriga kelganmiz. Ko'rib turibsiz, koridor qismimizda o'zi ham anchagina katta holatda, kengina va bu yog'imizda shkaflarimiz ham qilib qo'yilgan. Qani bo'lmasa o'ng tomonimizdan obzorimizni boshlaymiz. Bu yog'imizda bitta xonamiz joylashgan. Bu xonamiz hozirda chirog'i yo'qligi sababli ko'rsatmaymiz. Sklad sifatida, ya'ni omborxona sifatida ekan va bundan o'tadigan bo'lsak, mana bunaqa bilasiz, 3 xonali kvartiralarimizda yuvinish xonasi bilan hojatxonalar alohida bo'ladi. Bu hojatxonamiz. Bu tomonimizda esa mana bunaqa ko'rib turibsiz, yaxshigina holatda nima deydi? Yuvinish xonamiz ham joylashgan. Endi bu yuvinish xonamizdan chiqqanimizdan keyin bu tomonga o'tadigan bo'lsak, bu yog'imizda mana ko'rib turibsiz, yaxshi sharoitda, yaxshi holatda bo'lgan yotoqxonamiz joylashgan. Tashqarilarimiz hozir qorong'u bo'lgani uchun ko'rinmayapti, lekin chiroyli holatda bo'ladi. Harbiy qismda oldida joylashgan bu kvartiramiz. Askarlarimiz ham bemalol olib turib foydalansa bo'ladigan sharoitda. Bundan keyin chiqadigan bo'lsak, shundoqqina zal qismiga kelamiz. Zalimizda ham bitta e'tibor berib qo'ysangiz bo'ladi. Ta'mirlari o'rtacha holatda, emulsiyalar tortib qo'yilgan. Patologlarimiz ham balandgina sharoitda va bu joyimizdan nima deydi, balkon qismlarimizga o'tib ketadigan imkoniyati bor. Mana ko'rib turibsiz. Endi bu tomonimizdan chiqib oshxona qismimizga va balkon qismimizga o'tamiz. Mana balkon, oshxona qismimizga bitta e'tibor berib qo'yasiz. Ta'mirlarimiz yaxshi holatda, shpaklovka, nima deydi, aboylarimiz tortilgan, mana bunaqa garnituralar qo'yib qo'yilgan, gaz, suv, svetlarimizni hammasidan bor. Va endi balkon qismiga keladigan bo'lsak, mana bunaqa 2/6 holatda kattagina balkon qismimiz ham joylashgan. Zalimizga ham o'tib ketsa bo'laveradigan va mana bu tomonimiz qorong'u bo'lganicha ko'rinmayapti. Tog'larimiz shundoq ko'rinib turadi. Mana shu joyimizda esa Angren shahridagi harbiy qism joylashgan. Tapchanlarimizga bitta e'tibor berib qo'yasiz. Hattoki bu joyimizda shundoq bo'ladigan bo'lsangiz, bu joyda ham bitta xona sifatida, ya'ni 4 xonali kvartira qilib olsangiz ham bo'ladigan sharoitda. Endi narxiga keladigan bo'lsak, bu joylarimiz uchun uy egalari $35,000 narx so'rashyapti. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Sunnatiga ozroq o'tib beradigan joylari bor. Bemalol gaplashib baraka qilsangiz bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'ling. Bu videoni esa harbiy qismda ishlaydigan tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam Angren shahar 5-2 dahasidan uy olmoqchi bo'lgan, mana shunaqa 3 xonali katta-katta uy olmoqchi bo'lgan tanishlarimizga jo'natib qo'yamiz va kanalimizga obuna bo'lamiz.